O'zbekistonda uy-joy va avtomobil savdosi faqat naqdsiz shaklda amalga oshiriladi. Prezidentning naqd pulsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra 2026-yil 1-apreldan bir qator to'lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Jumladan, davlat xizmatlari uchun to'lovlar, elektr energiyasi, gaz va ichimlik suvi uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari xaridi, avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalarida neft-gaz mahsulotlari sotib olish hamda elektrotransportlarni quvvatlantirish xizmatlari, qiymati 25 million so'mdan yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar, ko'chmas mulk savdosi, shuningdek ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNO va G toifasidagi transport vositalari hamda maxsus avtomobillar oldi-sottisi. Unga ko'ra, uy-joy va avtomobillarni naqd pulga sotish amaliyoti to'xtatiladi. Savdo faqat naqdsiz tarzda amalga oshiriladi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.